Mana bu sinimiz bitta narsani so'rab qoldi. İki qatorini bo'lsa ham aytib beray shuni. Buni bir 15-20 yil avval aytdim. Aytganda ham shunaqa bo'ladi hali dedim. Shuna bo'lyapti. Mana shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Men bo'ladi demaganman. Ehtiyot bo'laylik degan. Buni u paytda bir o'ris odamdan eshitganman. Bir o'ris odam o'qiyapti. O'rischa o'qiyapti, endi ruslar ham tushunsin degan bo'lsa kerak, hadis deb o'qiyapti. Hazrat Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhisalomdan so'ragan ekanlar. Biz o'tgandan keyin ham siz yerga tushasizmi? Desalar, Jibril alayhisalom men 10 marta yerga tushaman. Va 10 ta eng qimmatbaho narsani olib ketaman. O'shandan keyin qiyomat bo'ladi degan ekanlar. Ulardan biri endi bir hammasini aytsam birovlarning qalbiga tegib ketib qolishidan qo'rqaman. Xullas boydan saxovat peshaligida olib ketaman dedi. Mulladan ilmiga amal qilishni olib ketib qolaman, ilmiga amal qilmay qo'yadi. Xullas kambag'aldan sabr toqatni olib ketaman dedi. Alloh berganiga sabr qilmay turib oladi dedi. Yana bir ayol kishilar iltimos qilaman, gaplashmay o'tirsanglar shu ovozingizlarda eshitib qolyapman. Mana shu imni sizlarga bag'ishlangan gap shu. Mehru oqibatni olib ketaman qarindosh urug'dan dedi. Va hayoni olib ketaman odamlardan, uyalmay qo'yadi hech narsadan dedi. İnsanlar bir-birini qidirmay qo'yadigan bo'lib qoladi. Bolalar otalarga, onalarga ish buyuradigan bo'lib qoladi. Qattiq gapiradigan, hatto ota-onasini uradigan darajada bo'lib qoladi. Hech kim ibodat qilmay qo'yadi. Keyin Qur'on, Zabur, Tavrot, Injil buni olib ketganimdan keyin qiyomat bo'ladi. Biz hozir bir 7-sidami keyin 6-7-larda turgan ekanmiz. O'shanda shuni eslab turib yo'lda ketayotib shu og'zimga birdaniga muhabbat sirlari pinhon qaro ikki qaroqlarda degan so'z keldi. Bu Sirdaryoda ketayotgandim, cho'lda. Erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda degan so'z keldi. Nima unaqa bo'lyapti? Og'ayin, opa, singillar to'zib ketma yiroqlarda ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Qolay hasrat sen ham bizga yetolmaysan zog'larda. Oyog'im qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Voy, shu so'z keldi. Sirdaryoni yo'liga, tekis yo'liga chiqqanimcha. Nima bu deyapman? Aynan o'sha ekan. Aka-ukalar bir-birini ko'rmay qo'yibdi. Opa-singillar izlamay qo'yibdi buni. Kelib qopti bu ham. Uni sababi bor ekan. Sabab mana hozir telefon ushlab turibmiz-ku, mana shu ekan. Mana shu telefon chiqdi, kompyuter degan narsa. O'shanda aytdim, zamon tezlashdi deb.
hozir juda tez aylanyapti ekan zamon. Mana juma bo'ladi, 2 kundan keyin yana juma bo'lib qolganga o'xshayapti. Nimaga unaqa? Ish tez bitib ketyapti mana o kompyuterda. Amerikada birov necha millionlik narsasini 1 minutda mana o Andijonda yo Farg'onada yo Toshkentda turgan odamga sotyapti. U ham ashida turib birovga sotib yuboryapti. U 1-2 million foyda ham qilib olyapti. Ha, ilgari uning uchun 2 oy dengizdan suzib borishing kerak edi. U yuk kelishi uchun ham shuncha kutishing kerak edi. 1 minutda bityapti. 10 yilda bitmaydigan ish 1 minutda bitib qolyapti.